Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammalarga xayrli kun. Juda ko'p obunachilarimizdan, klientlarimizdan savol tushyapti. Buni qanaqa ishlatamiz? Ko'p ustalar ishlatgan, ko'pi ishlatmagan. Hozir shuni qanaqa qilib ishlatish kerak? Ishlatish jarayonida qanaqa jihatlarga e'tibor berish kerak? Hozir shu video davomida kuzatib borsalar, bir qator tushuntirish kiritib, qaysi joylarga ahamiyat berish kerakligini tushuntirib o'tamiz. Qani bo'lsa ketdik. Xo'p, mana turgan olganimizdan keyin bu razmerimiz. Buni xohlagan joyga turib, buni o'rtasiga mo'ljallab olasizlar. Mana hozir yurgizamiz. Bismillah. Mana shu o'rinda qo'l boshida ishlanadi. O'zlariga tortib turasizlar. Buni ushlaganlarida mana shu holat bo'ladi-da, o'zlariga buni tirab turasizlar. Shunda orqaga chiqib ketmaydi-da, bu razmerga tiraladi shu. Bu birinchi nima? Shu qo'lni mana shu holatda ushlanadi. Mahkam qisib olmaysizlar-da, qisib olinmaydi. Faqat mana ikkala qo'l tirab turadi xolos. Mana shunday davom etadi. Endi aylantiramiz. Endi agar yuzlik turbani 90 gradusga olib boraman desalar, razmerni mana shu holatga to'g'rilaysizlar. Tushganda mana shu holat bo'lishi kerak. Bu 100likka chiqadi. Agar 120-130 bo'lsa, davomiga yana qo'shib ketishlar mumkin. Xo'p, endi bunimiz hozir vodostoyka, bitta mindirib uramiz. Mana o'zlariga tortib turasizlar. Mana hozir nimamizni ham urib oldik, garmoshkamizni chiqarib oldik. Endi bunga solamiz. Mana solib oldik. Mana hozir buni bukish jarayonimizda mana shu holatda bo'ladi. Mana chok ham belida ham emas kerak, tepada ham emas kerak. Mana tirsagimiz tayyor bo'ldi. Mana choki mana shu joyda bo'lishi kerak. Bu yerda ham emas, bu yonboshda ham emas, o'rtada bo'lishi kerak. Mana ideal darajada chiqdi. Xudo xolasa obuna bo'lib, bittadan like bosib unutmaysizlar. Bizni kuzatsalar, yana qiziq narsalarni ko'rsatamiz.